Beton ikki xil usulda quyiladi. Birinchisi ruchnoy, ikkinchisi avtomikserda. Lekin qaysi biri arzon va sifatli bo'lishini 3 ta sabab bilan tushuntirib beraman. Uchinchisi asosiy sabab hisoblanadi. Birinchisi vaqt. Har qanday tajribali usta bo'lishdan qat'iy nazar bir kunda 5-6 kubadan ortiq beton quya olmaydi. Avtomikserda keladigan beton esa xoh u podnoshta bo'lsin, xoh u fundament bo'lsin, sizlarga 1 soatda 100 kuba betonni bemalol quyib beradi. Ikkinchisi o'lchovlari. Masalan, 250 marka betonimizda 100 litr suv, 290 kilo sement, 750 kilo shebin va 1160 kilo klinets qo'shiladi va avtomikser buni zavoddan olib kelganda toza 250 markada olib keladi. Endi har qanday tajribali usta uni ruchnoy tayyorlaganda hech qachon sizga 250 markani chiqarib bera olmaydi va bu albatta taxminlarga asoslangan holda bo'ladi. Maksimum ruchnoy chiqarilgan beton 110-120 markani taqdim qilib beradi sizlarga. Uchinchisi sifat. Albatta avtomikserda zavoddan keladigan beton sizga ham qulay ham sifatli bo'ladi. Lekin ruchnoy usta tomonidan qorilgan beton siz 15-20 ming kubasiga yukishingiz mumkin, lekin siz xohlagan sifat va markani bermaydi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.